Assalomu alaykum. Ko'rinyaptimi? Chuvalchanglar. Xo'p. Birinchi o'rinda bepushtliklar. Hozir yoshlarning orasida ming afsus ko'payib boryapti bepushtlik. Mana shu juda ham katta yordamchi. Keyin barakatsela degan kasallik chiqdi. O'sha bildinglar, erkaklar barakatsela nimaligini. Mana zo'r yordamchi. Prostatalar ishib ketgan paytda mana zo'r yordamchi. Endi u yog'i artroz, artrit, poliartrit, keyin haligi hozir ko'ks artroz degan kasalliklar chiqib ketdi, gonoartrozlar chiqib ketdi, xullas suyak kasalliklar. Mana zo'r yordamchi. Buni o'zi emas, buni o'zi bilan emas. Hijoma qilamiz, yoshlik yoki mergan dorisidan beraman va bundan ham foydalanamiz. Hammasi komplekt bo'ladi va sog'lom bo'lasizlar, xudo xolasa. Ha, o'rtoqlar, shu o'rinda haligi issiqda hijoma qilib bo'lmaydi, zulu qo'yib bo'lmaydi degan har xil ertaklar bor. Odamlarning orasida ertak. Bu ertakni etuvchilar o'zi hijoma, zuluk muolajasini mutlaq tushunmaydigan odamlar bo'ladi va o'sha ertak etuvchilardan sodda xalqimiz eshitib oladi-da, o'sha ertakni keyin o'zining qarindosh urug'larga tarqatib yuradi. Bunaqa savol-javoblarni baraka topib, bizga o'xshagan mutaxassislardan so'raylar. Bunaqa xudoga shukr, O'zbekistonimizda bunaqa mutaxassislar hijoma, zuluk qo'yib davolaydigan tabiblarimiz, shifokorlarimiz tiqilib yotibdi. Tibbiyot yo'nalishida ham bor mana shunaqa tabobat bilan birga hamohang davolaydiganlar. Shulardan so'raylar. Issiqda ham bemalol qilaversa bo'ladi. Bunga hech qanaqa fasl, oy, kun, muddat nari beri tanlanmaydi. Demak, yuzingizda o'g'rilar bormi? Gemoroyiz bormi? Jenskiy kasalliklar bormi? Mana yechim o'rtoqlar. Xo'p, davom etamiz. Migren, черепное давление, yuz haligi uch shoxli deydimi? Nervi shamollatib qo'yib, falash. Mana yuzlar osilib qoladi, og'iz osilib qoladi yoki bo'lmasam asabiylashganda ko'zlar uchib, og'izda uchib ketadigan bo'lib qoladi. Mana zuluk boshqa chiroyli kalga olamiz, hijoma qilamiz va zuluk qo'yamiz. Bu hijoma bilan bilasizlarmi qancha kasalliklarni davolasi bo'ladi. Hijoma zotan hijoma ilohiy tabobat. U hech qanaqa ilm isbot talab qilmaydi. Boshqa kasalliklarni davolarkansiz, kitobining hujjatini keltirishingiz kerak. Lekin hijomaga kitob hujjat shart emas. Oliy hujjat, oliy kitob. Bilasizlar, nimaga ishora qilyapman? O'sha yerda bo'ldi, tasdig'ini top bo'lgan. Salomat bo'lasizlar.